Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz poliartrit kasallik turlari bilan danishamiz va suhbatlashamiz. Poliartrit kasalligi bilan bizga kelgan bemorlarimiz shu men 5 yildan 10 yildan buyon poliartrit kasal bilan 20, 25, 30 yildan buyon ham umrim davolanish bilan o'tib kelyapti. Judayam siqilib ketdim, shifo topa olmaganimga degan bemorlar ko'plab uchraydi. Allohning qudrati ila 3 kurs lecheniya qilamiz poliartrit kasallik turlariga ko'pi bilan. 5 yil 10 yil bo'lgan bo'lsa 1 yilda ham, 15-20 yil bo'lsa 2 yil kurs lecheniya, 20 yildan oshgan bo'lsa 3 kurs lecheniya qilamiz. Uzoqi bilan 3 kurs lecheniya qilamiz. Har qanday poliartrit kasallik turiga butunlay poliartrit kasali yo'q bo'ladi. Allohning qudrati ila 30 yillik ish faoliyatimiz. Tabiiy giyohlarimiz, malhamlarimiz, siruplarimiz yordamida. Poliartrit kasalligini hammamiz bilamiz. Bo'g'inma-bo'g'in, michama-micha og'riq bo'ladi. Tinchlantiruvchi bilan yashaydi. Poliartrit kasalligi bilan og'ringan bemorlar kamida 3 oydan davolanib turadi va постоянный dori-darmon bilan jon saqlaydi. U bizga kelgan bemorlar aytadi, mana 30 yillik ish faoliyatimiz qanchada minglagan bemorlarni davolaganmiz poliartrit kasallik turlari bo'yicha 30 yildan buyon. Allohning qudratiyle avvalam Alloh, qolaversa sababchimiz poliartrit kasallari butunlay sog'lom bo'lib turibdi. Allohning qudrati ila avvalam Alloh, qolaversa sababchimiz biz bemorlarga shifoni tayyorlab beruvchi sababchimiz. 30 yillik ish faoliyatimiz. Poliartritni kasallik turini har qanday turi ham butunlay sog'lom bo'ladi. Hech qanday qayta davolanishga hojat yo'q. Qayta lecheniya olib yurishga hojat yo'q. Shu paytgacha shifosi bo'lmagan, bizga qadar shifo bo'lmagan. Umri o'tincha bemor davolanib o'tgan. Bizda Allohning qudratiyle tabiiy giyohlar yordamida biz sababchi poliartrit kasali butunlay sog'lom bo'ladi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Qanchalik layk bosanglar, shunchalik savobga ega bo'lasizlar. Kelgusi efirlargacha deb qolaman. Bemorlarimizga Allohim shifosini bersin. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin.